بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثالث. 3. قسمنا 7. ders. Bu ders so'zlanmoqchi bo'lgan muhim grammatikalik nuqta ism olat. Undaqda ism olat degan nima? Mashqning ikkinchisi qaranglar. Kalimatu miftahin ma'khuzatun min masdari fataha yaftahu lidalalati ala alatil fathi. Miftahun degan kalima, ya'ni bu so'z fataha yaftahu degan fi'lning masdaridan yasalgan. Echish vositasini ko'rsatish uchun olat degan qurol, vosita, saymon degandek. Va tusamma isma alatin. Ism olat deb ataladi. Olat degan bayatini deb o'tdim, qurol, vosita, saymon degandek. Mushundaq ismul alati ismun masughun min al-fi'l as-sulasi lid-dalalati ala ma waqa'a al-fi'lu bi wasitatihi. Ism olat deganimiz 3 harflik sulasi fi'ldan yasalgan ism. Fi'l şunun vasitasi sababidan yuz bergan shu narsani ko'rsatish uchun 3 harflik fi'ldan yasalgan ismdir. Lismil alati salasatu awzanin. Ism alatning 3 vazni bor, ya'ni 3 xil o'lchami bor. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Masalan, miftahun bu mif'alun o'lchimida, mibradun bu mif'alun o'lchimida, miknasatun bu mif'alatun o'lchimida. Miftahun degan echishdan iborat mushu fi'l shuning vasitasidan yuz beradigan sayman. U bo'lsa-mu ochqich. Mibradun degan sovutishdan iborat bu fi'l shuning vasitasi bilan yuz beradigan sayman. U bo'lsa-mu to'nglatqu. Miknasatun degan kanasa yakni supurdi, supurdu degan fi'lning masdaridan yasalgan ism olat. Ya'ni supurishdan iborat bu fi'l shuning vasitasi bilan yuz beradigan olat. U bo'lsa-mu supurga. 3. Suq minal af'alil atiyati asma'al alati ala vazni mif'alin. Tövəndəki fe'illardan mif'alun ölçümüdə ism aletlərini yasang. Demək, ism aletinin vazni yoki mif'alun buludu, yoki mif'alun buludu, yoki mif'alatun buludu. 3. məşqinin astidagi bu fe'illarning ism aletləri mif'alun ölçümüdə yasılıdı. Muşunu yadılvasanglar yaxşı. Fataha yaftahu miftahun. Nashara yanshuru misharun. Misharun degan hari degan gap. Harasa yahrusu bu ziraat terdi, etiz terdi degan gap. Mihrasun, ya'ni etiz terishda ishiltiladigan saymonki. Zalaja yazliju mizlajun. Zalaja degan teyildi degan gap, teyiladiganda ishiltiladigan chanadak bir narsa o'xshaydi. Qasa yaqisu o'lchidi, miqyasun o'lchash saymini. Kala yakilu bumu o'lchidi. Mikyalun taroziga o'xshash. Vazana yazinu bu ölçüde mizanun. Bunun asli mizanun, lekin aldızdır bo'lganligi uchun vovga o'zgarib mizanun. Yani taraza degan gap. Mashqning 4-chi. Tuvandagi fe'llardan mif'alun o'lchimida ism olatlarni yasang. Barada yabrudu, mibradun to'nglatqu. Halaba yahlubu, mihlabun sut sog'adigan sayman. Sa'ida yas'adu, mis'adun. Palampay yoki lifit. Qabada yaqbidu tutdi degan gap miqbadun. Qada yaqudu haydidi degan gap miqvadun. Qassa yaqsu kasdi qisqartdi degan gap miqassun qaycha. Hakka yahukku bu tatilidi degan gap mihakkun. Yani tatilashda ishiltiladigan qurol. Sayman asvab. 5. Tuvandagi fe'llardan mif'alatun o'lchimida ism olatlarni yasang. Demak, 5. mashqdagi fe'llarning hammasining ism olatining o'lchimi mif'alatun o'lchimida bo'ladi. Kanasa yakunusu supurdi degan gap miknasatun supurga. La'iqa yal'aqu yalidi mil'aqatun qo'shuq. Taraqa yatruqu chakdi urdi degan gap mitraqatun bolqa degandek ma'noda. Satara yasturu sizdi yozdi degan gap mistaratun sizg'uch. Asara yasiru siqdi degan gap mi'asaratun siqadiganni ishlatadigan narsa. G'arafa yag'rifu buning ism olat mighrafatun, ya'ni cho'mish. Qala yaqli miqlatun, miqlat degan qozon degan gap buning asli miqlayatun, o'zgarib miqlatun bo'lgana. Maha yamhu uchurdi, mimhatun uchurgish buning asli mimhavatun, bu o'zgarib mimhatun bo'ldi. Kava yakvi dazmal sal degan gap mikvatun dazmal. Bara yabri mibaratun ushlug'uch. Safa yasfu misfatun süzgüç. Ra'a yara mir'atun aynak.
raqiya yarqa o'rildi degan gap. Mirqatun shuta degandek ma'noda palampay yoki peshtoq. Endi tekstni o'qib tarjima qilib o'taylik. Aturidina shay'an min as-suq ya umma Ahmada? Umma Ahmad, bozordan bir narsa lozimmi? Shundaq. Menga kumush, qozon, yani sapliq, dazmol va qaychi lozim. Ma aksara talabatiki ya umma Ahmad? Mau ta'ajjub sig'isi. Umma Ahmad, sizning talablaringiz nima degan ko'p ha? Men sizga bu narsalarni o'tgan yil setib olmadimmi? Bala, to'g'ri setib olgandingiz, lekin ular koni pasondikilari. Hozir bozorga yangi pasondikilari keldi. Bular albatta yaxshi va chiroyli. Nasitu an azkural qamha wal adasa. Men bug'doy bilan burg'ulni deyishni unutib qoptiman. Isma' inna hazal baqqal al jadida mutaffifun. Anglang, bu yangi baqqal bo'lsa, tarozda kam berdigan kishi ekan. Uningdan bir narsa ammang, ya'ni hech qanday narsa ammang. Vaylul lil mutaffifin. O'lcham tarozda kam berguchilarga vayl bo'lsin. Walakin kayfa arafti zalika? Buni qanday bildingiz? Qanday bilib qoldingiz? Innal jubna allazi ishtaraytu minhu qabla ayyamin wazantuhu bi mizanina. Men uningdan bir qancha kun ilgari setib olgan pishloqni bizning tarozi bilan o'lchab baqqandim. Buni kam topdim, ya'ni kam chiqdi. Shundaqla bug'doyni o'lchab baqqandim, umi kam chiqdi. Sa'ansahuhu va atlu alayhi qawluhu ta'ala va la tanqusul mikyala wal mizan. Men uning nasihat qilaman va uningga Alloh taolaning buni oyatini o'qib beraman. Sizlar o'lcham va tarozi kam bermanglar. La'allalloha yahdihi. Balki Alloh uni hidoyat qilib qolar. Aturidu anta shay'an ya Ahmadu? Ahmad, senga bir narsa lozimmi? Shundaq. Menga sizg'uch, o'chirgich va ushlag'ich lozim. Hati miftaha sayyarati min ghurfati. Yotiqimdan mashinaning ochqichini akilib o'tang. Men liftning eshigi oldida, ya'ni shu yerda turib turay demoqchi. Endi mashqning 6-si. Tuvandagilardagi ism olatlarni ayirang, farqlantiring va ularning har birining o'lchimini deb bering. Birinchi, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinudiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: "Al-mu'minu mir'atul mu'mini." Mü'min, mü'minning aynikidir. Buni Abu Davud rivoyat qilgan. Bu hadisdagi mir'atun degan ism olat bo'lib, buning o'lchimi mif'alatun o'lchimida. Ikkinchi, fi hadisin nazala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min mirqatil minbari. Bu yerda xato yozilib qopti va min mirqatil minbari deb o'zgartib olinglar. Bir hadisda shundoq kelgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam minbarning pashtiqidan tushdi. Buni Ahmad rivoyat qilgan. Ya'ni Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan hadis. Uchinchi, fi hadisin, hadisda bundoq keldi: Tafan nabiyyu sallallohu alayhi vasallam fi hajjatil wada'i ala ba'irin yastalimu ar-rukna bil mihjani muttafaqun alayh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vidolashish hajida tugisining ustida tavob qildi va ruknini as bilan silidi. Birlik qilingan hadis, ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslim ikkilisi rivoyat qilgan hadis. Bu hadisdagi mihjan degan so'z ism olat bo'lib, buning o'lchimi bo'lsa mif'alun o'lchimida yasalgan ism olat. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an kulli zinabin min as-siba'i va an kulli zi mikhlabin min at-tayri. Rawahu Muslimun. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yirtqichlardan har qandaq magan tishlik yirtqichdan chekladi, to'sdi, ya'ni go'shini yeyishni harom qildi. Va qushlardan har bir uzun tirnoqlari va mushundaq qushlardan chekldi. Yana ashu tirnoqlari bilan, ilqonlari bilan boshqa hayvonotlarni tutib yeydigan go'shxo'r qushlarning go'shidan chekladi. Ya'ni mushundaq go'shxo'r qushlarni yeyishdan to'sdi. Bu hadisdagi mixlab degan so'z ism olat bo'lib, o'lchimi mif'alun. 7. Istakhrij ma fi darsi min asma'il alati wazkur wazna kulli wahidin minha. Darsdagi ism olatlarni chiqaring va ularning har birining vaznini, qaysi vazn yasalganligini bayon qiling. Va shu ism olat yasalgan fe'ilni bayon qiling. O'zinglar qilib olsanglar bo'ldi. Bayin naw'a kullin minal mushtaqqatil atiyat. Tuvandagi yasalgan so'zlarning har birining turini bayon qiling. Birinchi,
Mer'iyun bu isim mef'ul. Mer'en bu isim zaman, isim makan. Mir'atun bu isim alet. İkinci mikyalun bu isim alet. Mekilun bu isim mef'ul. Fatihun isim fa'il. Miftahun isim alet. Meftuhun isim mef'ul. Mevlidun isim zaman, isim makan. Mevludun isim mef'ul. 9. Hati cem'al esma'il atiyeti. Tövendeki isimlerin köpligini dep bering. Talabatun, talabatun, tirazun, atrizatun, mutaffifun, mutaffifuna. Mixlab, mihjan deganning rasmini beribdi. Mixlab degan shu rasmni ko'rsatgandek, shuna tirnoqlar bilan boshqa hayvonotlarni, boshqa qushlarni, kichik hayvonotlarni ovlab yeydi shu qushlar. Mihjan degan hosa, shu rasmni ko'rsatib qo'ygandek. Bugungi dars mushat tugidi. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.